Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun mana kun tartibimizda masala bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Shayxonobod va uy ichi tajribasi bo'yicha aholi tomorqasini samarali foydalanish, daromadni oshirish, turmush tarzini yaxshilash hamda mijoz bo'yicha ishlash, ularning muammolarini hal etish, yangi ish o'rnini yaratish, ishsizlikni doimiy ish bilan ta'minlash bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan tadbirkor uchrashuvimizni navbatdagi uchrashuvimizni davom o'tkazamiz. Shu kun tartibi masalasi bo'yicha bizda hozir Chakana biznes bo'limi xodimi Musulmonjonovga so'z beraman. O'sha o'zimiz bank xizmati mahsulotlarini tanishtirib beradi. Keyin navbat xodimlarga so'z beramiz. E'tiroz bo'lmasa so'zni bersam, shu bitta o'zimizni navbatdagi kredit produktimiz bor. O'shani tanishtirib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Hozirgi kunda bizda yangi ipoteka, birlamchi ipoteka krediti O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mablag' hisobidan ajratiladi. Bu 20 yil muddatga 15% boshlanish to'lovi bilan kredit foizi Markaziy bankning asosiy stavkasi +4% qiymatida ajratiladi. Buning uchun rasmiy oylik daromad kerak bo'ladi. Rasmiy oylik daromadi bo'lmagan fuqarolar ham olishi mumkin. Xuddi shunday 20 yil muddatga Markaziy bank asosiy stavkasi +4% dan faqat boshlanish to'lovini 15% emas, 30% qilish kerak bo'ladi. Ular ham bemalol olish mumkin. Hozirgi kunda o'zimizda Yangi O'zbekiston massivida va Sayxon City qurilyapti. O'sha joylardan yoki Jizzax shahridan yangi qurilayotgan joylardan olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Asosiy maqsadimiz jamiyatimizda hozirgi kunda ishsizlikni kamaytirish maqsadida bankimiz tomonidan qulay produktlar ishlab chiqarilgan. Bunga yaqqol misol qilib, birinchi o'rinda yangi tadbirkorlikni boshlayotgan fuqarolarga maqsadsiz 18 oyga aylanma mablag'larni to'ldirish maqsadida kredit mablag'lari ajratilyapti. Bunda asosiy maqsad shundaki, yangi ochilgan jamiyat o'zini faoliyatini yurgiza olish uchun tovar olib yoki uni qayta ishlab mahsulot ishlab chiqarish uchun 18 oy muddatga qisqa muddatga berilyapti kreditimiz. Buni kredit olishimiz uchun asosiy narsa garov likvidlik garov talab etiladi. Yoki noturar joy yoki avtotransport garov vositasi bergan holatda 3 million so'mgacha beriladi. Bu esa yosh tadbirkorlarni yanada faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida beriladi. Agar dastur bo'yicha yana xabarlaringiz bo'lsa, Prezidentimizning 312 sonli qarori mavjud. Bu bo'yicha ham 300 million so'mgacha kreditlarimiz mavjud. 100 million so'mgacha garovsiz, 100 dan oshgan likvidlik garovliklarni taxmin etiladi. Bu ham aylanma mablag'ga kichik ishlab chiqarish subyektlariga beriladi. Keyin boyagi maqsad bo'yicha aylanma mablag' to'ldirayotgan turon qulay kreditimizga kelib o'tadigan bo'lsak, 18 oy muddatga 24% dan, paxta 312 sonli qaror bo'yicha esa 1 yildan 5 yil muddatgacha beriladi. Asosiy foiz stavkasi hududlar toifasiga qarab 19% dan 23% gacha beriladi. Keyingi oxirgi mavzusi bor. Buxgalteriyadan oddiy diyojon nimasi bor. Bank tariflari hisobotni ochganda qanaqa hujjatlar taqdim qilish, o'sha bo'yicha ikki og'iz gapini olib ber. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Hisob raqam bizga ko'chib kelish yoki guvohnomani olib kelsa bo'ldi. 10 minutda beramiz. Shu agar MTJ ochmoqchi bo'lsanglar, qanaqadir xususiy korxona ochmoqchi bo'lsanglar, shu o'stafinglar, pasportinglar bo'ldi, mana hammasi. Mana shu ikkita hujjat olib kelsanglar, ochib berishadi, masala yo'q. Abonentskiy tariflar bo'yicha bizda deyarli boshqa banklarga qaraganda ancha arzonroq. Agar kattaroq firma bo'lsa, ko'proq ishlayman desanglar, undan 0,1-0,2 tariflarga qo'yib beramiz. Bu degani debit aylanmadan har bitta chiqarilgan summadan agar 500 milliondan oshiq har bir oyiga chiqarsanglar, bu 0 qilib beramiz, eng minimal. Agar yo uncha qila olmayman desanglar, 300 million qilib beramiz, oyiga 300 million ko'proq chiqsa 0,2 qilib beramiz. Agar unda обороты bundan katta emas desanglar, faqat To'ron bank tizimi bo'yicha chiqaraman desanglar, misol uchun qaysidir o'zingizlarning mijozlaring chiqaradigan mijozlar To'ron banklar bo'lsa 0,2, u farqi yo'q, hech bir summa tarifiy shart abonentskiysi bo'lmaydi. Agar yo'q, tashqi to'lovlarni amalga oshiraman, boshqa banklarga chiqaraman desanglar, bu degani bir so'mdan
15 milliongacha 0,5% oladi. 15 milliondan 30 milliongacha 0,2 oladi. Undan yuqorisi 0,1 oladi. Yana qanaqa tarif aytsam bo'ladi? Terminallar beriladi, humo, uzkart, hech qanaqa masalalar bo'lmaydi. Qolgani shu, ko'chib kelsa-da o'zimiz aniq qilamiz, boshqa tafsilotlar beramiz. Bo'ldi, hamma katta